Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun juda ham yumshoqqina, mazali, shaftolili pirog retseptini ko'rsatib bermoqchiman. Shaftolilarimizni tozalab yuvib, xuddi shu videoda ko'rinib turganidek shaklda qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Shaftolini biroz qattiqroq turini tanlab olamiz, lekin juda ham xom bo'lmasin. Ezilib ketgan yumshoq shaftolilar bo'lmaydi bu pirog uchun. Xuddi shu holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. 200 gram xona haroratida yumshatilgan sariyog'ni ustiga 180 gram shakar solib, aralashtirishni boshlaymiz. Shakarlar yaxshilab eriganidan keyin 4 ta tuxumni bitta-bittadan solib, uni ham aralashtirib turishimiz kerak bo'ladi. Bu pirogni oddiy mikser yoki vinchikdan foydalanib tayyorlasa ham bo'ladi. Ochig'ini aytsam, men birinchi marta pirog tayyorladim bu mikserda. Odatda oddiy vinchikdan yoki mikserdan foydalanib tayyorlayman piroglarni. 2 choy qoshiq razrıxlitel va 1 choy qoshiq vanilin solamiz. %150 gram smetana soldim. 2 stakan elangan unni oz-ozdan solib, xamirimizni tayyorlab olamiz. Bu mikserni biroz noqulaylik tomoni chetlari bilan yaxshilab aralashtirmaydi. Xamirni tayyorlab olgandan keyin qoshiq bilan chetlarini aralashtirib olish kerak bo'ladi. Shu holatda biroz quyuqroq xamir tayyor bo'ladi. Endi oldindan to'g'rab qo'yilgan shaftolilarni solib, xamirimizni yaxshilab aralashtirib, bir xil holatga keltirib olamiz. Tayyor xamirimizni pergament qog'oz solingan qolipga bir tekisda joylab olamiz. Endi pirogni ustiga sepish uchun urvoq tayyorlab olamiz. 4 osh qoshiq unga 4 osh qoshiq shakar solib, 50 gram sariyog'ni qo'limiz bilan yaxshilab uqalab olamiz. Shunaqa urvoq holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Urvoqlarimizni pirogni ustiga bir tekisda qilib sepib, 180 daraja qizigan duxovkada 30-35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pirogimiz tayyor bo'ldi. Buni yaxshilab sovigandan keyin kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Yumshoqqina, juda ham mazali piroglardan bittasi bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Yoqadi degan umiddaman. Har galgidek videoga like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Kelgusi videolarimiz orqali yana ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.